Qanday qilib hamma narsaga ulgurish mumkin? Bugun sizlar bilan vaqti yo'q degan illyuziya haqida gaplashamiz. Ismim Mubina, arab tili ustozasiman. Bugun biz sizlar bilan har kuni o'zimizni ishontiradigan, o'zimizni oqlaydigan eng katta yolg'on haqida gaplashamiz. Bu yolg'onning nomi menda vaqt yo'q. Har safar yangi maqsad qo'yganimizda, masalan, arab tilini o'rganishni niyat qilganimizda, safar imtihoniga tayyorlanishni boshlaganimizda, miyamiz darhol bizga shu bahonani taqdim qiladi. Sen shusiz ham charchagansan. Ro'zg'or, bolalar, o'qish, bunga qanday ulgurasan? Lekin keling, bugun bunga tik boqamiz. Vaqt yo'qligi bu shunchaki illyuziya. Aslida gap vaqtning kamligida emas, biz uni qanday boshqarishimiz, o'zimiz uchun asosiy bo'lgan vazifalarni qanday tanlashimizda. Bugun men sizga qanday qilib o'z maqsadlaringiz uchun vaqt ajratish mumkinligini gapirib beraman. Hech qanday murakkab nazariyalar emas, aynan o'zim amaliyotimdan o'tkazgan, 100% ishlaydigan. Birinchidan, ideal vaqt sindromi. Qarang, biz ayollar eng katta xatolarimizdan biri ideal sharoitni kutishimiz. Biz o'zimizga shunday deymiz: hozir uyni yig'ishtirib olsam, ovqat tayyorlab qo'ysam, bolalar uxlasa, hamma tinchiganda mazza qilib 2 soat dars qilaman. Lekin o'sha ideal payt kelganda nima bo'ladi? Jismoniy charchoq o'z so'zini aytadi. Ya'ni stolga o'tirganingizda ko'zlaringiz yumilib, uyqungiz keladi. Yoki telefonni qo'lingizga olasizda ozgina dam olaman deb Instagramga kirasiz va shu bilan 1 soat yo'qolib ketasiz. O'zimdan qiyos. Agar men hamma ishlarimni bitirib, ikkita farzandim va maqsadlarimni eng oxirgisiga qo'yganimda, albatta ishonavering, menda hech qanday sertifikat bo'lmasdi. Ideal sharoit hech qachon o'z-o'zidan kelmaydi, uni siz yaratasiz. Agar dars qilish uchun uzluksiz 3 soat vaqtingiz bo'lmasa, buni taqsimlashingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Sizda 1 soat emas, 20 daqiqa vaqtingiz bor. Kutmang, bahona qidirmang, qo'lingizga kitobni oling va boshlang. Qanday qilib hamma narsaga ulgurish mumkin? Javobi oddiy. Hamma narsaga ulgurish shart emas. Siz faqat eng muhimlarini qiling. Birinchidan, mexanik ishlarni intellektual ishlar bilan birlashtiring. Masalan, oshxonada ovqat qilyapsizmi yoki uylarni yig'ishtiryapsizmi? Bu jarayonda miya ishlamaydi. Faqatgina qo'llarimiz harakatlanadi. Aynan shu paytda quloqimizga naushnikni taqib, arab tilidagi audiolarni, darslarni eshitishingiz mumkin. Bu sizga qo'shimcha 1-2 soatlik yashirin dars vaqtini beradi. Ikkinchidan, bolalar bilan bog'liq vaqtni to'g'ri taqsimlaymiz. Farzandlar uxlaganda yoki o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib o'ynayotgan vaqtda bu sizni eng oltin davringiz deb hisoblaymiz. Bu vaqtni ijtimoiy tarmoqlar yoki keraksiz ishlarga sarflamasdan telefonni boshqa xonaga olib kirib qo'yingda, faqat diqqat talab qiladigan vazifalar, insho, grammatika qoidalarini yodlashga kirishing. Miya bizni tez aldaydi. Bugun charchading, ertaga ko'proq o'qiysan deydi, lekin esda tuting. Bugun qilinmagan dars ertaga 2 barobar yuk bo'lib qaytadi. Intizom bu o'zingizga bergan va'dangiz ustidan chiqishingizdir. Uchinchidan, yo'q deyishni o'rgating. Qanday deysizmi? Bizning vaqtimizni eng ko'p o'g'irlaydigan narsalardan biri bu diqqatimizning tarqoqligi yoki yo'q deya olmasligimiz. Vaqtimizni eng ko'p o'g'irlaydigan narsa bu nima bilasizmi? Bu diqqatimiz tarqoqligi, ya'ni yo'q deya olmaslik. Siz kunlik energiyangiz cheklanganini bilasizmi? Shunday ekan, uni qayerga sarflayotganimizga e'tibor berishimiz kerak. Telefonimizdagi ekran vaqtini tekshirib ko'ring. Ehtimol kuniga 2-3 soat vaqtingiz shunchaki birovlarning hayotini kuzatishga ketayotgandir. Agar shu 3 soatni tillarga o'rganishga sarflasangiz, hozir qayerda bo'lardingiz? Sizni maqsadingizga xizmat qilmaydigan uzoq telefon suhbatlariga yo'q deng. Rejangizni buzib yuboradigan zaruratsiz uchrashuvlarga yo'q deng. Bahonalarga yo'q deng. Agar o'qish stoliga o'tirganingizda hamma narsani unuting, faqat siz va maqsadingiz. Men o'quvchilarimga har doim aytaman, agar qattiq mehnat qilishga, ter to'kishga tayyor bo'lmasangiz, natija kutmang. O'qish bu oson emas. U o'zini qurbon qilishni, iroda ko'rsatishni talab qiladi. Lekin uning mevasi siz oladigan bilim, erishadigan marralar, jamiyatdagi o'rningiz va barcha qiyinchiliklarni oqlaydi. Kelinglar, bugun vaqt yo'q degan bahonadan voz kechamiz. Sizda vaqt bor. Uni to'g'ri boshqarishni boshlash uchun bugundan, hozirdan harakatingizni boshlang. Mening qoidam bitta: bahonalarsiz til o'rganamiz. Agar siz ham chin dildan o'zingiz ustingizda ishlashni, jiddiy ta'lim olishni niyat qilgan bo'lsangiz, men bilan qoling. O'zingizga va'da bering. Bugundan boshlab ideal sharoit kutmaysiz. Bugun bor imkoniyatingiz bilan harakatni boshlaysiz. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda qanday og'riqli mavzularni tahlil qilishimizni xohlaysiz? Eslatib o'tay, bu menda YouTube uchun ilk video. Qo'llab-quvvatlashingizga muhtojman. E'tibor uchun rahmat.